Mamlakatning taraqqiy topishida, barcha sohalarning izchil rivojlanishida bilimli kadrlar ta'minoti asosiy omil hisoblanadi. Ayni shu ma'noda so'nggi yillarda davlatimiz rahbari tomonidan ta'lim sohasiga alohida e'tibor qaratilib, bugun maktabgacha ta'limdan tortib, oliy ta'limgacha bo'lgan tizim tubdan isloh qilinmoqda. Buning natijasini esa respublikaning turli hududlarida qad rostlayotgan zamonaviy bog'cha va maktablar, yangi ilg'or o'quv dasturlarini ta'lim jarayonlariga tatbiq etilishida, xalqaro olimpiadalarda g'oliblikni qo'lga kiritayotgan o'zbek yoshlari yoki dunyoning top oliy ta'lim muassasalarida o'qiyotgan yigit-qizlarimiz misolida ko'rishimiz mumkin. Ta'kidlash lozimki, prezidentimizning 2025-yil 26-dekabr kungi Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida ham ta'lim sohasini yanada rivojlantirish eng ustuvor vazifalardan biri sifatida o'rin egallaganligi bejiz emas. Ammo inson qadri ulug'lanayotgan yurtimizda xalq manfaatidan o'z xalqimni ustun qo'ygan ayrim mansabdorlarning islohotlar jarayonlariga to'g'anoq bo'layotganliklari achchiq haqiqatdir. Jumladan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamentining Jizzax viloyati boshqarmasi Paxtakor tuman bo'limi katta tezkor vakili shaxsiy boylik orttirish maqsadida o'zining 1989-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan tanishi bilan til biriktirib, texnika ta'minoti bilan shug'ullanuvchi mas'uliyati cheklangan jamiyat ish boshqaruvchisining ishonchiga kirishadi. Ya'ni mazkur jamiyat bilan Jizzax shahar maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi o'rtasida 20 dona interaktiv doskalarning oldi-sotdi shartnomasini elektron do'kon orqali tuzilishida g'oliblikni qo'lga kiritib, asl narxi 15,2 million so'm bo'lgan doskalarni 25 million so'mdan o'tkazib berishni va'da qilishadi. Ular o'zlarining qo'shtirnoq ichidagi xolis xizmatlari evaziga mas'uliyati cheklangan jamiyat ish boshqaruvchisidan 85 million so'm talab qilishadi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan prokuratura organlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda dastlab 1989-yilda tug'ilgan fuqaro 85 million so'mni olgan vaqtida ushlandi. Ko'ryapsiz-a? Mana yozib ko'ryapman. Qara. So'ngra tezkor tadbir davom ettirilib, Alo, bu aka. Bitta hangamacha bor edi. O'shani ham aytamanmi sizga deb mana qilib turibman-da. Kimki uydaman kelaveramiz. Xo'p. undan 30 million so'mni departament xodimi o'zining yana bir hamtovog'i bo'lgan maktab direktori bilan birgalikda o'z yashash xonadoni oldida olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Holat yuzasidan Jizzax viloyati prokuraturasi tomonidan qonunbuzarlarga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, departamentning katta tezkor vakili va maktab direktoriga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda bu kabi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qiling. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.